Assalomu alaykum qadrli teletomoshabinlar, efirda Toshkent telekanalining teletahlil ko'rsatuvi. Mamlakatimiz poytaxti Toshkent shahrining barcha hududlarida bo'lgani kabi Yakkasaroy tumanida ham aholi bandligini ta'minlash, yangi ish o'rinlari yaratish borasida muayyan ishlar amalga oshirilyapti. Tumanning barcha korxona, tashkilot muassasalari singari tuman soliq inspeksiyasi tomonidan ham yangi ish o'rinlari yaratish, ayniqsa tadbirkorlik subyektlari faoliyatini har tomonlama qo'llab-quvvatlash borasida zarur chora-tadbirlar ko'rib borilmoqda. Islohotlar jarayoni izchillik bilan davom etyapti. Bugungi ko'rsatuvimizda tuman soliq inspeksiyasi tomonidan yuqorida ta'kidlaganimizdek amalga oshirilayotgan ishlar, islohotlar jarayoni, xususan yangi ish o'rinlari yaratish, tadbirkorlik subyektlari faoliyatini qo'llab-quvvatlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar tahliliga to'xtalamiz. Ba'zi raqam va tahlillarga e'tibor qaratamiz. Mamlakatimiz iqtisodiyotining izchil yuksalishi, xalqimiz turmush darajasining yil sayin oshib borishi, mahalliy soliq va boshqa tushumlarning o'z vaqtida byudjetga undirilishi bilan chambarchas bog'liqdir. Shu jihatdan ham bu masala respublikamizda doimiy e'tiborga olinib, bunda byudjet tushumlarini doimiy oshirib borish, tadbirkorlik subyektlari faoliyatini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilyapti. Shu jihatdan mamlakatimiz rahbarining 2023-yil 21-dekabrdagi mahalla institutining jamiyatdagi rolini tubdan oshirish va uning aholi muammolarini hal etishda birinchi bo'g'in sifatida ishlashni ta'minlashga qaratilgan chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoniga muvofiq mahallalarda soliq inspektori lavozimi joriy etildi. Bugungi kunda Toshkent shahrining barcha hududlarida bo'lgani singari Yakkasaroy tumanidagi mavjud mahalla fuqarolari yig'inlariga soliq inspektorlari biriktirilgan bo'lib, ular yer va mol-mulk solig'ini o'z vaqtida to'lanishini ta'minlash, mavjud qarzdorlikni undirish bilan bir qatorda tadbirkor bo'lish istagida bo'lgan fuqarolarga amaliy yordam ko'rsatib kelishmoqda. Shu o'rinda bir raqam: joriy yilning o'tgan 9 oy davomida Yakkasaroy tumani davlat byudjeti daromadlariga 219 milliard 700 million so'm miqdorida mablag'lar jalb etildi. Bu 2024-yilning mos davriga nisbatan 115,1% ga ko'p demakdir. Tumanimizda 21 ta mahallalar mavjud bo'lib, shu hurmatli prezidentimizning tashabbuslari bilan har bir tuman mahallalarida soliq inspektorlari lavozimi joriy qilindi hamda har bir mahallaga bir nafardan soliq inspektorlari biriktirib berildi. Bu o'zining ijobiy samarasini beryapti. Qandayki hozirgi kunda o'sha hududda faoliyat yuritayotgan tadbirkorlarimiz bo'ladimi yoki soliq to'lovchi fuqarolarimiz bo'ladimi, o'zlaridagi mavjud nima muammolari yoki qanaqadir tushunmovchiliklar bo'ladigan bo'lsa, ular albatta to'g'ridan to'g'ri o'sha mahallalarga chiqib soliq inspektorlari bilan o'sha yerda masalasini yechish mumkin. Ilgarilari qanaqa bo'ladi? Ilgarilari ushbu soliq to'lovchilarimiz yoki fuqarolarimiz qanaqadir savollari yoki tushunmovchiliklari bo'lsa, bevosita soliq inspeksiyasiga kelish kerak bo'lardi. Bu nimani bergan? Birinchidan ularning vaqtini yo'qotgan bo'lsa, ikkinchidan o'sha moliyaviy jihatdan ham o'sha yo'l kira, boshqa xarajatlar qilib yoki inspeksiyaga kelganda ham bular navbatlar kutib turgan edi. Lekin hozirgi kunda o'sha mahalla soliq inspektori joriy qilingandan keyin ushbu masalalar hammasi men o'ylayman bartaraf bo'ldi. Ikkinchidan, bugungi kunda soliq qonunchiligiga kiritilayotgan o'zgarishlar yoki soliq berilayotgan imtiyozlar yoki preferensiyalar bo'lsa-da, bu preferensiyalarda ham o'sha soliq to'lovchilardagi bo'lgan tushunmovchiliklari bo'yicha ham o'sha mahallalarga chiqib yoki soliq o'z saytidagi yoritib borilayotgan saytlar orqali ular bilishi mumkin. Ikkinchidan, bu tushumlarning o'sishi ham o'zining ijobiy samarasini berdi. Soliq inspektori mahallada yurgan vaqtida baribir tadbirkorlik subyektlari bilan to'g'ridan-to'g'ri ular bilan borib, ularda bo'layotgan muammolari yoki kamchiliklarni o'sha yerda ko'rsatib berilyapti. Tadbirkorlik subyektlarini qo'llab-quvvatlash, ularni faoliyatini yana jadallashtirish, ulardagi o'sha buxgalteriya hisobida yuzaga kelayotgan muammolari bormi, yoki iqtisodiy jihatdan yoki bankdan kredit olish masalasida muammosi bormi, yoki ulardagi boyagi yeri, mol-mulki bo'yicha kadastr organlari bilan qanaqadir muammolari bo'lsa ham, ularga ham bular amaliy yordam ko'rsatadi. Ya'ni o'zlarining to'g'ri yo'nalishlarini beradi. Respublikamizda tadbirkorlik subyektlari uchun keng yo'l ochib berilgani, ishbilarmonlarga zarur shart-sharoit yaratilganligi sababli tadbirkorlar soni yildan yilga sezilarli ortib, ularning byudjetga tushumlari ham
o'sib bormoqda. Buni birgina Yakkasaroy tumani misolida tahlil etadigan bo'lsak, bugungi kunda tumanda 5361 ta tadbirkorlik subyektlari faoliyat yuritib kelmoqda. Joriy yilning o'tgan 9 oy davomida 1324 ta tadbirkorlik subyektlari yangidan ro'yxatdan o'tkazildi. Ko'rilgan chora-tadbirlar natijasida faoliyat yuritmasdan turgan 253 ta tadbirkorlik subyektlari faoliyati qayta tiklandi. Bugungi kunda tumanda yangidan 1617 ta tadbirkorlik subyektlari tashkil etilgan. Shundan o'tgan 9 oyda shundan yuridik shaxslarimiz 1397 tani tashkil etadi. Tadbirkorlik subyektlarining bunaqa ko'payib borishi yoki yangidan tashkil etilishi birinchidan yangi bo'sh ish o'rinlari degani, ya'ni hududimizdagi o'sha bo'sh ish o'rinlari yaratilishi hisobida bugungi kundagi o'sha sohaga bo'lgan fuqarolarimiz ish bilan bandligi ta'minlanadi. Ya'ni u aholimizni kambag'alchilikdan chiqarishga ham bu o'zining asosiy ijobiy samarasini beradi. Ikkinchidan bu byudjet tushumi degani, bitta raqamga to'xtalsam, bugungi kunda o'tgan yilda mos davriga nisbatan soliq byudjet tushumlari 115% ga oshgan bo'lsa, shu aylamada olinadigan soliq deb yuqorida ham aytib o'tdim, ushbu solig'imiz bu bevosita kichik biznes, ya'ni tadbirkorlik subyektlari to'laydigan soliq hisoblanadi. Ushbu soliqlarimiz 123.5% ga oshishi ta'minlangan. Bugungi kunning muhim va dolzarb muammolaridan biri ishsiz aholi bandligini ta'minlash, qiynalgan oilalarga amaliy yordam ko'rsatish masalasidir. Mamlakatimiz prezidentining 2024-yil 23-sentyabrdagi kambag'allikdan farovonlik sari dasturini amalga oshirish bo'yicha birinchi navbatdagi chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori ushbu yo'nalishdagi ishlarda dasturul amal bo'lib xizmat qilmoqda. Yakkasaroy tumani soliq inspeksiyasida qaror talablaridan kelib chiqib, kambag'allikni qisqartirish, buning uchun band bo'lmagan aholini ish bilan ta'minlash masalasiga ham alohida e'tibor qaratilmoqda. Kambag'al oilalar to'liq xatlovdan o'tkazilib, bular bugungi kundagi hammasi nazoratga olingan. Tumandagi barcha rahbarlarga biriktirilgani kabi tumanda menga va 2 ta o'rinbosarimga ham 5 nafardan kambag'al oilalar biriktirilgan bo'lib, bugungi kunda ushbu kambag'al oilalar bilan biz to'g'ridan to'g'ri bevosita ish olib boryapmiz. Oyda kamida 2 marotaba ushbu kambag'al oilalarning xonadonlariga borib, ulardagi bugungi kunda yuzaga kelayotgan muammolari bo'yicha to'liq har bir tasi bo'yicha bizning xabarimiz bor. Men aynan o'zimga ham biriktirilgan 5 nafar kambag'al oila bo'ladigan bo'lsa, har oyda 2 marotaba ushbu kambag'al oilalar uyiga o'zim tashrif buyuraman hamda ushbu kambag'al oilalardagi mavjud muammolarini ijobiy yechish masalasini har doim oldimga o'zim ko'ndalam qo'ygan, masala qilib qo'yganman. Menda o'sha mavjud 5 ta kambag'al oilalardan 2 nafari bu endi nogironligi bo'lgan oilalar. Buni haqiqatan endi nogironlar ijtimoiy himoya agentligining reyestriga kiritilgan hamda ulardan o'sha nafaqalar hammasi doimiy ta'minlangan. 3 nafarim bor. Haqiqatan bular bo'yicha men hozir o'zim ish olib boryapmanki, bularni bugungi kunda ayolini tikuvchilik sexiga joylashtirdim. Turmush o'rtog'i ustachilik bilan shug'ullanadi. Buni ham hozir kunda bandligi ta'minlanib, mashina tuzatish ustaxonasiga joylashtirganmiz. Men o'ylayman, bular orqali hozir kunda bu oilani misol borganimizda kambag'al oila deb aytib bo'lmaydi. Shuning uchun men o'ylaymanki, qolgan 2 nafar oilani ham xuddi shu kabi ishimizni davom etkazib, bularni ham shu yilning oxirigacha to'liq kambag'alchilikdan chiqarish chorasini ko'raman. Respublikamiz iqtisodiyoti yuksalishidagi yana bir omil bu turizm sohasini rivojlantirish masalasidir. Shu jihatdan mazkur tizimni taraqqiy ettirishga alohida e'tibor berilib, bu borada xizmat ko'rsatish hamda servis sohalarida faoliyat olib borayotgan tadbirkorlik subyektlari har tomonlama qo'llab-quvvatlanmoqda. Yakkasaroy tumanida xizmat ko'rsatishning mehmonxona tizimi keng rivojlangan. Bugungi kunda tumanda 259 ta zamonaviy mehmonxonalar faoliyat olib bormoqda. Tumandagi mana bu davr talabiga to'liq javob beradigan hashamatli mehmonxona faoliyatini 2020-yilda boshlagan. 150 nafar kishining ma'lum kun mobaynida istiqomat qilishiga mo'ljallangan mehmonxonada 60 nafar xodim faoliyat yuritadi. E'tiborli jihati, mehmonxona ishga tushgach 60 ta ish o'rni yaratilishi barobarida davlatga soliq va boshqa majburiy to'lovlar o'z vaqtida to'lab boriladi. Mehmonxonamiz 8 qavatdan iborat bo'lib, 75 ta xona bor
va bu 75 ta xona 150 kishiga yotoq o'rni qilib bera oladi. Hozirgi kunga kelib 60 kishiga biz ish o'rinlarini yaratib berganmiz. Vaholanki bizda mehmonxonamizga keladigan har bitta turistdan tushib keladigan har xil daromadimizdan o'z vaqtida soliqlarni ham shunga yarasha to'lab kelamiz. Va kommunal xizmatlarga ham xuddi shu davomida to'lab kelganmiz. Mehmonlarimiz asosan chet eldan kelgan bo'lib, ya'ni turistlar. Bizga kirib keladigan mehmonlarning oqimini 80% tashkil etadi. Bizga kirib keladigan mehmonlarning asosiy qismi Yevropa davlatlari va Rossiya, Qozog'iston shulardan iborat bo'lib, ularning hammasini fikri O'zbekiston haqida juda ijobiy, juda a'lo darajada. Ularga yoqyapti bu narsa. Ya'ni ular har yili davomida, masalan, bir xillari bor, yozda keladi, qishda ham bir ko'ray deydi, kuzda ham ko'ray deydi. Har xil vaziyatlarda ko'rishni xohlaydi ular. Va ularni bu fikridan bilamizki, ular yana qaytib keladi bizga. Ya'ni bizdagi xizmat ko'rsatish sohasi, ya'ni O'zbekiston hududida ularni o'tayotgan vaqti zavqli bo'lyapti. Mehmonxona sohasida ishlagan har bitta ishchi biladiki, unga til juda muhim, tilni bilish. Chunki mehmonlar kelganda, O'zbekistonga kirib kelganda, ular ya'ni samolyotdan tushadimi yoki chegaralardan o'tganda, ular bizga kirib kelishadi. Ya'ni birinchi qo'noq joy topish kerak bo'ladi. Va shunda biz har bitta xodimimiz til orqali, ya'ni til bilishi orqali O'zbekiston haqida qandaydir ma'lumotlar beradi. Davlatimiz rahbari turizm yo'nalishiga urg'u berganlaridan mana hozirdan bilishimiz mumkin. Kelasi yillarga bizda turizm oqimi juda katta bo'ladi. Bu hammamiz uchun, ya'ni davlat byudjeti va o'zimizdagi tadbirkorlar uchun ham foyda bo'ladi. Turizm sohasiga e'tibor berilgandan keyin nafaqat turizm, balki tadbirkorlik uchun katta e'tibor berilyapti. Buning orqasidan har bitta tadbirkor o'ziga berilayotgan imkoniyatlardan foydalanyapti. Ular qatorida biz ham har xil subsidiyalar va kreditlarni berishyapti. Buning orqasidan biz yangi ish o'rinlari, yangi oilalarga yordamlarimiz, har xil mahalla bilan ham biz birga ishlaymiz. Soliq organlari bor bu yerda. Bizni har doim kelib turib so'rab turishadi. Qandaydir yordam kerak bo'lsa, albatta yordamingni ayashmaydi. Biz ham bemalol ularga iltimosimiz bo'lsa, qandaydir yordam kerak bo'lsa so'ra olamiz. Yangi yilga va shu yil oxirigacha ham rejalarimiz katta, ya'ni bu tuman, shahar miqyosida, balki respublika miqyosida biz kengayishlar qilishni albatta unutmaganmiz. Bu narsani qilamiz ham. Hamyurtimiz Doniyor Norxo'jayev o'zi rahbarlik qilib kelayotgan Beltex Toshkent mas'uliyati cheklangan jamiyatiga 2010-yilda asos solgan. Davlatimiz e'tibori bois 2016-yildan boshlab Xitoy davlatidan 16 dona zamonaviy dastgohlar xarid qilib, yangi ish o'rinlari yaratishga erishdi. Yarim tayyor mahsulotlar ishlab chiqarishni yo'lga qo'ygan tadbirkor Xitoy davlatidagi ishbilarmonlar bilan ishonchli hamkorlik o'rnatib, bugungi kunda nafaqat ishlab chiqarish bilan shug'ullanyapti, shu bilan birga Xitoy davlati kompaniyasining dastgohlarini respublikamizdagi tekstil korxonalariga ishonchli yetkazib berishda ham jonbozlik ko'rsatyapti. Bizning korxonamizning nomi Beltex Toshkent 2010-yildan beri boshlaganmiz. Dastlabki bir 2-3 yil bu sohaga kirishimizda tushunarsiz kirganmiz. Lekin sekin yo'lga qo'yib oldik. Xudoga shukr, 2010-yil boshlagan bo'lsak, ijarada turardik. 2016-yil bu texnoparkga ijaraga kelganmiz. Davlatimiz bergan imtiyozlar tufayli texnoparkda ijara to'lovlari ancha imtiyozli. Asosan qanaqa mahsulot, yarim tayyormi? Asosan biz ishlab chiqarishimiz trikotaj matolar ishlab chiqaramiz. Ishlab chiqarish yo'nalishimiz xizmat ko'rsatish, ya'ni katta eksport qiluvchi kompaniyalarga ular o'zi ikkalasini olib keladi, biz to'qib, mato qilib to'qib beramiz va sotish yo'nalishimiz ham bor. Ya'ni o'zimiz ikkalani sotib olamiz, o'zimiz mato qilib, xom mato qilib sotamiz. O'zbekiston bo'yicha katta kompaniyalar, masalan, katta eksportyorlar bor. Zeloltex bor, mana Bestol, Elegant va shunga o'xshagan boshqa Hashtex kompaniyalar bilan ishlaymiz. Katta kompaniyalar o'zi ulgurmagan qismini yoki o'zida yo'q, bizda bor uskunalarga bizga ko'proq berishadi. Bizlar masalan orientatsiyamiz, yo'nalishimiz ko'proq Ribana Kaskosa mashinalarga. Bizda o'shancha bu o'sha matolarni biz boshqalarga qaraganda ko'p va tez muddatda tayyorlab berish imkoniyatimiz bor. Shuning uchun bizga o'zini mahsulotini berishadi ishlarni. Mana aka nechta ish o'rni bor? Qarayapman, kuzatyapman, asosan xotin-qizlarimiz. Asosan ayollar ishlaydi. Hozir bir 16
ish o'rni yaratganmiz. Bizning yo'nalishimizda bitta odam 3ta dastgohga qaray biladi. O'shaning uchun 16 ta odamdan hozircha eplab turibmiz. Demak 16 nafar oilaga farovonlik kirityapti. Ha, 16 ta oilani. Yangi ish o'rinlari yaratish rejada bor. Yana ikkita dastgoh yangi olib keldik. Bu dastgohga bir hafta ham bo'lmadi ishga tushirganimizga. Xitoy davlatidan bo'lsa, biz asosan Xengi kompaniyasi bilan ishlaymiz. Bu kompaniya bilan bir deyarli 10 yildan beri ishlaymiz. Bu ishonchga kirganimizda, shunchalik ishonchga kirganimizki, masalan, olagan dastgohimizni bir qismi pulini to'lasak, bir qismini bizga bo'lib to'lashga ham berishadi bizlar. Demak, ham to'g'ridan-to'g'ri hamkorlik. To'g'ridan-to'g'ri hamkorlik. Undan tashqari bu kompaniya bilan shunday ishonchga kirganki, bu kompaniyani bu dastgohlarni O'zbekistonda sotish dilligini ham olganmiz. Xengi kompaniyasi O'zbekistonda sotish dillligi ham bizada. Ham ishlab chiqarish, ham uskuna sotish ishimiz ham bor. Demak, prezidentimiz aytgan investitsion jozibadorlikka hissa qo'shayotgan ekan. O'zbekistonda 700 tadan ortiq mashinamiz bor. Xengi kompaniyasi 700 tadan ortiq o'quv dastgohlari bor. Tekstilchilarimiz juda yaxshi biladi. Bu mashinalar o'zini narxi bilan, sifati bilan o'zini ko'rsatgan. Ijarada turibmiz deyapsiz. Buni kengaytirish uchun deylik o'sha Toshkent shahridan tashqarida ham bir yer olish, joy olish masalalari ham reja yo'qmi? Yo'q. Bo'lganmi? Endi hozirgi oxirgi siyosatlarni ko'ryapmiz. Prezidentimiz ham rahbariyat aytyapti. Ishlab chiqarishdan shahardan chiqarishga. Bu nafaqat rahbariyatning, bizga ham qulay bo'lyapti. Sababi ish kuchimiz asosan Toshkent viloyatida bo'lyapti-da. Ularni bu yoqqa olib kelgandan ko'ra ishlab chiqarishni yoqqa borganimiz bizga qulay tuyulyapti. Qolaversa joy o'zizniki bo'ladi. Joy ham o'zimizniki bo'ladi, ham kengaytirishga imkoniyat bo'ladi. Hozir bu ijara joyimizda bu kengaytirishga boshqa imkoniyatimiz yo'q. Chunki hamma joylar to'la. Boshqa dastgoh qo'yamiz desak imkoniyat yo'q. Shuning uchun kunlarda biz ham shu rahbariyat gaplaridan keyin Toshkent viloyatidan joy oldik. Bir 50 sotlik joy oldik, imkoniyat topib, 50 shu yerda endi xudo xolasa qurilishlarni olib boramiz. Bundan buyon o'zimizni kengaytirib, bundan bir necha barobar kattaroq qilib, yana ish o'rinlari ko'paytirishga, ishchilarni kelib ketishi, eng asosiy ishchi qizlarimiz yo'lga 1 soat, 1,5 soat vaqt ertalab kelishdi, kechga ketishga yo'qotyapti. Borsak, ular masalan 15-20 minutda kelib ketishga, ularga ham qulay bo'ladi. Keyingi yillarda davlatimiz rahbari tomonidan berilayotgan e'tibor, tadbirkorlarga imtiyozlar, deylik o'sha chetga chiqish, borib hamkorlik qilish masalasi mana suhbatimizda ayon bo'lyapti. Deylik o'sha tumandagi mas'ullar, deylik o'sha tuman hokimligi, tuman prokuraturasi, tegishli organlar, ayniqsa soliq inspeksiyasi tomonidan yordam. Oxirgi yillarda bizga juda katta e'tibor bo'lyapti. Ochiqni aytganda, har hafta qaysi tashkilot keladi, nima xizmat deb. Masalan, o'zimizning hokimiyat Yakkasaroy tumanidan boshlab, yo boshqa eksportga qo'llash, boshqa tashkilotlar kelishadi, banklar keladi. Masalan, shu banklar alohida to'xtalsak, oldin kredit olamiz desak, bankka borib iltimos qilib, hozir har kuni har xil banklar kelib, mendan ol, menga shoting o'tkiz, men xizmat ko'rsataman, men senga yaxshi usluga qilib beraman degan har xil takliflar ko'pda hozir. Tekshirish organlariga aytsak, masalan, shu paytgacha hali xudoga shukr eshigimizni birov taqlatib kelmadi. Kelsa ham faqat yordam tariqasida kelishyapti aka. Faqat yordam. Nima xizmat, nima yordam? Bu masalan shu prezidentimizning oxirgi paytda yuritayotgan siyosatini natijasi shu bo'lsa kerak-da menimcha. Rejalar katta. Rejalar katta. Xudo xolasa qurilish qilamiz, bu dastgohlarimizni ko'paytiramiz, ishlab chiqarishni kengaytiramiz. Ish o'rinlarini yana ish o'rinlar tashkil qilamiz. Xudo xolasa o'sha joyimizni qurib chiqsak, bundan keyingi etap, keyinchalik ishlab chiqarishga ham o'tish niyatlarimiz bor. Tayyor mahsulotga ham o'tish niyatimiz bor. Eksport ham reja bor. Xudo xolasa. Yakkasaroy tumanining Bobur mahalla fuqarolari yig'ini hududlari borgan sari obod bo'lib borayotgan tadbirkorlik sohasi rivojlanishi natijasida yangi ish o'rinlari yaratilayotgan mahallalardan biridir. Mahallada 5820 nafar aholi istiqomat qiladi. Bu yerda 34 ta ko'p qavatli uylar bor. Hududda 2321 ta xonadon va 2663 ta oilalar mavjud. Mahalla yettiligi ayni kunlarda aholi turmush farovonligini yaxshilash barobarida hududda amalga oshirilayotgan qurilish, bunyodkorlik ishlarida ham bosh-qosh bo'lishayapti. Zero joriy yilda hudud obod mahalla dasturiga kiritilib, shu kunlarda hududda qurilish ishlari jadal olib borilmoqda. Bizni mahallamiz poytaxtimizning markazida joylashgan. Shu sababli ko'p qavatli uylar, asosan ko'p qavatli uylardan iborat. Bizni mahallada
rekonstruksiya qurilish ishlari olib borilyapti. Bizning mahalla asosan xizmat ko'rsatishga ixtisoslashtirilgan. Ko'p uylarimiz tikuvchilik, xizmat ko'rsatish, ishlab chiqarishlarda ishlaydi. Bizning mahallada jami kambag'al oilalar yil boshida xatlov qilinib 54 ta aniqlangan. Shular hozirga qadar bosqichma-bosqich kambag'allikdan chiqarish dasturiga asosan etap-etap chiqaryapmiz. Hozirgi kunda 32 tadan 30 ta qoldi. Shuningga bitta misol, biz barcha kambag'al oilalarimizga yuqori turuvchi tashkilotlardan rahbarlar biriktirilgan. Shu rahbarlarni ko'magi, ularni dasturlariga asosan kambag'allarga daromadini oshirish bo'yicha bosqichma-bosqich ishlar olib borilyapti. Bularga bitta misol Yakkasaroy tumani davlat soliq inspeksiyasiga biriktirilgan 5 ta oila. Bulardan bitta misolni aytishim mumkin. Davrona va Maftuna degan singlimiz oilasi bor. Bu singlimiz oilasida jami 7 kishidan iborat. Bu yerda turmush o'rtog'i beishida. U turmush o'rtog'ini biz issiq suv ta'minotini Yakkasaroy filialiga ishga joylashtirdik. Bunga bizga asosan yordam bergan shu Yakkasaroy soliq inspeksiyasi xodimlari, suv rahbarlari bilan birgalikda bu oilaga qo'shimcha daromad qilish uchun rasmiy ishga joylashtirildi. Hozirda bu Sharipov Marat ismli ukamiz oylik daromad 7 millioncha daromad oladi. Qo'shimcha oylik bo'lib kambag'allikdan chiqish arafasida bu oila. Bulardan misol qiladigan bo'lsak, bir 5-10 ta oilalarimiz bor. Rasmiy ishga joylashtirildi, kasb hunariga o'qitildi. Keyin ularga yonimizdagi sanoat hududida tadbirkorlar bilan soliq xodimlari bilan hamkorlikda qo'shimcha ishlarga joylashtirildik. U yerdagi ishlab chiqarish ishlarini uylarida tikuv mashinasi bor fuqarolarga qo'shimcha daromad qilish uchun ishlarni olib berdik. Bizga amaliy yordam berayotgan soliq inspeksiya xodimlariga rahmat. Bobur mahallasida 3140 nafar aholi istiqomat qilib kelmoqda. Bugungi kunda mahallada xotin-qizlar masalasi, xususan ishsiz ayollarning bandligini ta'minlash, kasb hunarga o'qitish, bir so'z bilan aytganda xotin-qizlarning jamiyatdagi faolligini oshirish borasida ham muayyan ishlar olib borilyapti. Jumladan ko'rilgan chora-tadbirlar natijasida ayollar daftarida turgan xotin-qizlarning 95% ro'yxatdan chiqarilishiga erishildi. Mahalla yettiligi tavsiyasiga ko'ra, mahallada yashovchi 21 nafar xotin-qizlar o'quv markazlarida to'lovlarsiz o'qitildi. Ahamiyatlisi, mahalla yettiligi tomonidan bugungi kunda ham bu kabi dolzarb ishlar jadal davom ettirilmoqda. Mahallada biriktirilgan soliq inspektorlari asosiy vazifasi mahalla yettiligi bilan birgalikda hamkorlikda ish olib borgan holda mahalla byudjetini to'ldirish hisoblanadi. Mahallaga biriktirilgan soliq inspektorlarining asosiy vazifasi soliqchi va ko'makchi dasturi bo'yicha ishlab, tadbirkorlarga asosiy yo'nalishlar berish, yordamlar berish, tadbirkorlar hisobotlarini topshirishiga ko'maklashish, ularga ish o'rni yaratishga ko'maklashish, imtiyozlardan foydalanishga asosiy ko'rsatmalarni berish hisoblanadi. Bugungi kunda tadbirkorlik oldingi soliqchilarning asosiy vazifasi oldingidan farq qilgan holda mahallaga tushib ishlash bo'lib hisoblanadi. Mahallaga biriktirilgan har bir inspektor kun davomida mahallada bo'ladi va o'z vazifalarini mahallaga taqsimlangan holda olib boradi. Soliq inspektorlari mahalladagi tadbirkorlarni ko'rib, yuzma-yuz gaplashib, ularga duch keladigan muammolarni ko'rib, hal qilib berishi asosiy vazifasi va yo'llanmasi hisoblanadi. Bugungi kunda davlatimiz yaratib bergan imkoniyatlardan yana biri, tumanni tadbirkori soliq inspeksiyasiga borgan holda o'z muammolarini hal qilardi. Hozir o'z mahallasida o'zini har bir soliq xodimlariga yaratib bergan xonalari bor. O'sha xonalarga kelgan holda tadbirkorlar bilan uchrashib, ularning muammolarini o'tirgan holda mahallada hal qilmoqda. Bizni Bobur mahallamizda jami xotin-qizlarimiz soni 3140 nafar tashkil qiladi. Yashash sharoitlari juda ham yaxshi. Hozirgi kunda xotin-qizlarimizga berilayotgan prezidentimiz tomonidan chiqarilayotgan farmon, qarorlar barchasi biz xotin-qizlarimizda bo'layotgan muammolarga yechim deb o'ylayman. Albatta, ular keng imkoniyatlar yaratilmoqda. Xotin-qizlarimizni bandligini ta'minlash, tadbirkorlik bo'yicha ishlariga sharoitlarni yaratish bilan ko'plab ishlarni amalga oshiryapmiz. Uyda o'tirib tadbirkorlik qiladigan ayollarimiz bandligini ta'minlash bilan o'z-o'zini band qilish orqali mana soliq inspeksiyasi tomonidan ularning ham yordamlari juda ham katta.
xotin qizlarimizni bandligini ta'minlashda xotin qizlarimiz bu imkoniyatlardan keng to'laqonli foydalanishmoqda. Hozirgi kunda shu targ'ibot, tashviqot ishlari ham olib borilyapti, ularga tushuntirishlar olib borilyapti. O'zlarini faoliyatlarini kengaytirish tadbirkorlikda, masalan, bandliklarini ta'minlash bo'yicha ham barcha qilinayotgan ishlarimiz ijobiy natijalarni berib kelmoqda. Ayollarimizga yaratilayotgan imkoniyatlar juda ham katta. Masalan, tadbirkorlik bilan shug'ullangan ikkinchi toifaga kiritilgan ayolimiz ham davlatimiz tomonidan imtiyozli kredit, o'sha 17% imtiyozli kreditdan foydalanib 33 million kredit olib, faoliyatini kengaytirishga yordam bo'ldi. Shu bilan shug'ullanishyapti hozir. Keyin 3-toifadagi ayollarimiz bor. 3-toifaga kiritilgan o'sha 43 nafar boquvchisini yo'qotgan ayollarimizga Ayollar jamg'armasi tomonidan bir martalik moddiy yordamlar ko'rsatildi. Ularga tibbiy qo'shimcha yordamlarimiz bor. Ular ko'rsatilib kelinyapti. 4-toifada ham 1-2 guruh nogiron ayollarimiz bor. Surunkali kasal bo'lgan ayollarimiz bor. Ular ro'yxatga olingan bo'lib, ularga ham tibbiy qo'shimcha yordam, psixologik, huquqiy yordamlar ko'rsatilgan. Bir martalik ayollar jamg'armasi tomonidan moddiy yordam ham ko'rsatildi bugungi kunda. Ayollar daftarimiz to'liq yopildi bu yil hisobidan desak ham to'g'ri bo'ladi. Mahallamizdagi ayollarimizga bo'layotgan shart-sharoitlar, hozir davlatimiz tomonidan bo'layotgan e'tiborlar juda ham maqsadga muvofiqda. Hozirgi kunda shu dolzarb mavzu shu ayollarimizni bandligi, ularning nima ishlar bilan shug'ullanayotganligi, oiladagi o'rni juda ham bizni nimaga soladi. Shu yo'nalishda juda ko'p ishlarni amalga oshiryapmiz hozirgi kunimizda. Xotin-qizlarimiz orasida mahallada targ'ibot, tashviqot ishlarini olib boryapmiz. Ular juda ham to'g'ri qabul qilishyapti. Bu imkoniyatlardan keng foydalanib kelishmoqda. Qadrli muxlislar, siz Toshkent telekanalining teletahlil ko'rsatuvini tomosha qildingiz. Ko'rsatuvimiz davomida mamlakatimiz poytaxti Toshkent shahrining Yakkasaroy tuman aholisi farovonligini yuksaltirish, yangi ish o'rinlari yaratish, xususan tuman soliq inspeksiyasi tomonidan tadbirkorlik subyektlari faoliyatini izchil qo'llab-quvvatlash borasida ko'rilayotgan chora-tadbirlar, islohotlar jarayoni haqida mulohaza yuritdik. Xulosa o'rnida ta'kidlaydigan bo'lsak, bu kabi ko'rilayotgan chora-tadbirlar nafaqat aholi turmush farovonligiga, shuningdek, mamlakatimiz iqtisodiy yuksalishiga ham xizmat qilishi shubhasizdir. Shu o'rinda sizlar bilan kelgusi dasturlargacha xayrlashib qolamiz. E'tiboringiz uchun tashakkur. Xayr, salomat bo'ling.